O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to'g'risidagi 490-son buyrug'iga asosan joriy yilning 10 va 14 noyabr kunlari Infolib O'zbekiston 2025 14 milliy axborot kutubxona haftaligi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan Arnasoy tuman axborot kutubxona markazida haftalik doirasida axborot kutubxona sohasi mutaxassislari va foydalanuvchilar uchun turli tadbirlar, tanlovlar, seminarlar, davra suhbatlari, kitob ko'rgazmalari, videoroliklar, uchrashuvlar, treninglar, kitob taqdimotlari tashkil qilinadi. Barcha kitobxonlarni haftalik doirasida bo'lib o'tadigan tadbirlarga taklif etamiz. Arnasoy tuman axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarni kutib qoladi.